Hammaga salom. Sizlar bilan Kinomyu kanali. Jumon haqida chiqargan videomiz kutilmaganda rekomendatsiyaga chiqib ketdi va yaxshigina prosmotr olib keldi. Videoning layklari 1000 tadan oshsa, Dengiz hukmdori haqida ham video qilaman degan edim. Aynan kommentariyimizda ko'plab seriallar haqida so'rashdi. Ulardan eng ko'pi esa bu Dengiz hukmdori hamda Jumon serialining ikkinchi qismi bo'lgan Shamollar mamlakat haqida edi. Bugun sizlar bilan Dengiz hukmdori seriali haqida gaplashamiz. Agarda videoning aktivligini ko'tarib bersangiz va layklar soni 1000 tadan oshsa, albatta Shamollar mamlakati seriali haqida ham video qilishga va'da beraman. Demak, ko'p cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Agarda siz YouTube'da faqatgina shorts ko'rish uchun vaqt o'tkazsangiz, Samba.uz aynan siz uchun qiziqarli shortslar va editlar yaratib beradilar. Kanalga o'tib, Kinomyu kanalidan salom yo'llashni unutmang. Dengiz hukmdori seriali ham MBC telekanali tomonidan 2004 va 2005-yillarda suratga olingan. Serial Koreyaning arbobi bo'lgan 9-asrlarda yashab o'tgan va Koreya uchun dengiz flotida ulkan hissa qo'shgan Jang Bogo haqida so'zlaydi. Dengiz hukmdori seriali Jumon serialidan oldin ishlab chiqarilgan va bu serialda ham bosh rollardan birini Son Il-guk ijro etgan. Umuman olganda deyarli Jumon serialidagi ko'plab aktyorlar bu serialda ham qatnashgan. To'g'rirog'i, bu serialda qatnashgan aktyorlar Jumon serialida ham qatnashgan. MBC telekanali bu proyektlargacha katta natijalarni ko'rsatmagan edi. Dengiz hukmdori va Jumon serialidan keyin esa MBC telekanali yetarlicha o'z muxlislarini to'plab olgan. Jang Bogo Koreya tarixiy manbalariga ko'ra qullikdan dengiz hukmdori darajasigacha chiqqani aytib o'tilgan. Bu serialda ham ijodkorlar tarixni to'liq jonlantirishni istashmagan va o'zlarining fantaziyalarini ishga solishgan hamda qiziqarli serial ishlashga harakat qilishgan. Bu serial Koreya tarixidagi eng mashhur serial bo'lib chiqarilgani bilanoq katta daromad va ko'plab tomoshabinlar olib kelgan. Shu sabab ham MBC telekanali tarixiy seriallar borasida omadi kelganini bilib, Jumon serialini ham suratga olgan. Aktyorlar tarkibini ham to'liq o'zgartirmaslikka harakat qilishadi. Sababi aktyorlar va ijodiy jamoa bilan yaxshi chiqishib olishgan edi. Ammo aktyorlar bu serialdan keyin katta mashhurlikka ega bo'lishadi va o'z gonorarlarini oshirishga qaror qilishadi. Telekanal esa ularni hech qanday muammosiz tarkibdan chiqarishadi va o'rnlariga yosh va iqtidorli, shu bilan birga arzon gonorarli aktyorlarni serialga jalb qilishga qaror qilishadi. Video Jumon haqida emas, shunchaki ma'lumot o'rnida aytib o'tdim xolos. Bu serialda ham xuddi Jumon serialdagi kabi bosh qahramon serial boshida ojiz qilib tasvirlangan. Koreya seriallari ko'plari aynan shunday. Masalan, Askar serialida ham oddiy qul qay darajada katta inson bo'lib ketganini hammamiz yaxshi bilamiz. Askar serialini ko'rganlar bo'lsa kerak har holda. Jang Bogo ham Jumon kabi yo'qotishlar va qayta sinish orqali kuchayib boraveradi. Bu serialni tomoshabin ichiga kirib borishiga katta yordam beradi. Jang Bogo oddiy inson sifatida tomoshabinga tanishtirilib, u og'riqni sezishi, yo'qotishlarda yig'lashi mumkin ekanligi ko'rsatib beriladi. Jang Bogo rolini Cho Su Jong ijro etgan aktyor mashhur va katta rollar bilan tanilmagan edi, ammo kastingda juda katta qiyinchilikdan o'ta olgan. Rejissyor Jang Bogoda aktiv harakat va ko'p gapiradigan inson sifatida tanitishni istamaydi. Ya'ni Jang Bogo qichqiriqli personaj emas edi, balki barchasini ichiga yutib yuradigan va katta og'riqli personaj bo'lishini xohlaydi. Choi So Jong esa tashqi ko'rinishidan bu holatni chiqarib bera olar edi. Shu bilan birga aktyor serial suratga olinishidan oldin qattiq va tartibli jismoniy tayyorgarliklardan va hattoki suvda harakatlanish, suv ostida yurish va tezkor suzish bo'yicha oylab tayyorgarliklardan o'tgan. Sababi serialdagi asosiy sahnalar haqiqiy dengizda suratga olingan. Shu sabab aktyorlar qattiq tayyorgarlikdan o'tishi lozim edi. Har holda bunday sahnalar jamoa hayotini qattiq xavf ostiga qo'yar edi. Suratga olish jarayoni Koreya televideniyasi tarixidagi eng xavfli suratga olishlardan biri bo'lgan. Serialda studiya yoki sun'iy fonlar juda ham kam ishlatilgan. Dengiz sahnalari real to'lqinlar, shamol va sovuq sharoitda olingan. Ba'zi sahnalarda aktyorlar soatlab sovuq suv ichida qolib ketgan. Kuchli shamol sabab kameralar ag'darilib ketgan. Kemalar boshqaruvdan chiqib ketgan holatlar bo'lgan. Bu esa o'z navbatida qayta dubl olishga to'g'ri kelgan va aktyorlar uchun ancha qiyinchilik tug'dirgan. Bir nechta aktyorlar va texnik xodimlar jarohat olib, syomka jarayonlari qoldirilgan va hattoki operatorlar va ijodiy jamoa bir necha marotaba almashtirilishiga to'g'ri kelgan.
Dengiz sahnasidagi janglarga kelsak, kompyuter grafikasi umuman ishlatilmagan va maxsus yordamchi egarlarsiz suratga olingan. O'z navbatida bu sahnalar suratga olish katta xavf bo'lganligi sabab ko'p marotabalab jarohatlar bo'lgan. Serial uchun haqiqiy yog'och kemalar qurilgan. Ular tarixiy manbalarga asoslanib yasalgan. Har bir kema o'sha davr ruhini aks ettirishi uchun maxsus dizayn qilingan. Jang sahnalarida aktyorlar real qurollar bilan ishlashgan va bu jarayon ko'plab jarohatlar bilan yakunlanadi. Ayrim sahnalarda bir necha hafta davomida qayta suratga olingan, chunki dengiz ob-havosi rejani buzib yuborgan. Serialning ruhiy tomoni ham juda chuqur ishlangan. Jangbogo kuchga ega bo'lib borgani sari uning yolg'izligi ham kuchayib boradi. Bu serialning asosiy g'oyalaridan biri. U hokimiyatga erishadi, ammo buning evaziga ishonch, tinchlik va ba'zan insoniy yaqinliklardan ayriladi. Serial shu jihat bilan Jumonga juda ham o'xshaydi. Har ikki serialda ham buyuklik sovg'a emas, balki og'ir yuk ekanligi tasvirlangan. Serial efirga chiqqach, Koreyada katta renessans uyg'otgan. Tomoshabinlar bu serialni eng real tarixiy drama deb aytishgan, chunki unga qahramonlar ideal emas, voqealar esa bezatilmagan. Dengiz chiroyli fon emas, balki xavfli sinov sifatida ko'rsatilgan. Qullik romantik emas, haqiqiy og'riq bilan berilgan. Shu sabab ham tomoshabinlar Jangbogoni qahramon sifatida emas, boshida og'riq yo'l o'tgan inson sifatida qabul qilishgan. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Menimcha sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda format sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoda o'zimning chiqishimning asosiy sababi esa YouTube'dagi har xil qonun-qoidalar va YouTube meni bot deb o'ylayotganligi. Shu sababdan ham bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoni iloji boricha rekomendatsiyaga chiqarishga harakat qiling. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.